Mana lavanda ko'chatlarimiz. Lavandalarimiz rosa gulladi. Buni mana gullarni qirqib olamiz va yangi qaytadan maydalab buni choy qilib damlab ichsa juda ham inson uchun foydali tomonlari ko'p. Davlina asab tizimiga juda ham foydasi katta. Uni yaproqlaridan yostiq qilib yotsangiz ham juda ham uyquni yaxshilaydi, normaga soladi. YouTube kanallarida yozib foydasi haqida bilib olishingiz ham mumkin. Yana inson uchun nimalarga shifo ekanligini bilib olishingiz mumkin. Buni ko'chatlaridan bor, yaproqlaridan ham bor. Fransuz lavandasi bu. Bu gullarni qirqib olamiz. Damlab ichilsa juda ham shifo baxsh. Kerak bo'lsa ko'chatlari bor. Yaproqlaridan ham bor. Nomerimiz 88lik 988 08 68. E'tiborlaringiz uchun rahmat.